Uchta go'sht, ikkita ovashnoy. Necha pul bo'ladi? Mazza qilib yeyman. Somsasi zo'rda. Mehmon Sobonu? Qo'lim Nazir aka. Nima qilsam bu yerda? Makiyaj qildirgani kirdim. Shu yerdami? Generalsiz ishlayapman, ko'rmayapsizmi? Ha. Ko'rdingmi? O'sha payt sevgimizga xiyonat qilgansan. Boshqatdan gapiring, tuplab tashladingiz. Qarochi xiyonat qilgansan. Sizga tushuntirib bera olmayman. O'sha payt menga pul kerak edi. Hozir kimsan? Sinibsan-ku. Xohlasangiz uyingizga borib ham yopib beramiz. Tovli, kartoshkali, sixli, yuraychaliklari ham bor. Men bu bolalarni gaplashyapsan. Klient bo'lgandan keyin gaplashaman-da. Siz nimani rashk qilyapsiz? Chetga o't gap bor. Nima gapingiz bor edi? Ikkita son solib kelib ber. To'xta. Meni hali yaxshi ko'rasanmi? Hammasini boshidan boshlaymiz. Bo'shaysan bu yerda. Hammasi siz o'ylaganchalik oson emas. Xo'jayin bilan bog'liq, muammolarim ham bor. Xo'jayinim bilan o'zim gaplashaman. Chaqir. So'raganmiz aka. Bugundan boshlab bu qiz bu yerda ishlamaydi. Mayli-ku, bu qizni mendan qarzi bor, o'shaning shu yerda ishlayapti. Bo'ldi. Qancha qarzi bo'lsa men beraman. Gap yo'q. Sizga yaxshi odamni qo'yganman, o'zi ham 5 yil qiynalib ketgandi. 70 ming qarzi bor. 70 ming? Dollarni. Voy, koy sabr qilib turgan, olib ketaman. Siz aytmasangiz inkarlisiz. Shuncha pulni nima qilding? Qayerda ishlatish mumkin, ha? Kosmetologiya ochuvdim, o'sha yopilib ketdi. Voy, ahmoq. Endi sabr qil. Xo'p, faqatdan 10 ming tashlab ketding, 60 ming qoladi. Voy, jinimisan, xo'jayining bo'lib olmaydi, gapingga javob. Olalla, ishonmayman. Olmaydi. Siz o'sha Voy, 60 cho'chib. ming qoladi. Voy, hali o'sha odamdek qolyapti. Yo'qol, ko'zim ko'rinma. Qo'limdan tashlab ketdi-yo'qmi? Olib ketaman, to'y qilamizki, masalan, malikani deyapsan. I keep a picture in my wallet like you. Take a look at my girlfriend.